Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Xabaringiz bor, 20-25 mart kunlari Jahon Chempionat saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Qirg'iziston va Eron terma jamoalariga qarshi maydonga chiqadi. Xo'sh, terma jamoamiz futbolchilari ayni paytda qanday holatda? Milliy terma jamoamiz futbolchilari klublar o'yinlar doirasida yaxshi o'yinlar o'tkazishmoqda. Eron chempion to'p surayotgan 3 hamyurtimizning ikkisida sport forma o'rtacha holatda. Sababi Jaloliddin Masharipov va Oston O'runov yanvar oyining o'rtalarida jarohat olishgan edi. Ularning tiklanishiga bir necha oylar kerak bo'ldi va futbolchilar ayni paytda sekin-asta tiklanishmoqda. O'tkir Yusupovda esa hammasi joyida. APLda har bir o'yinda raqiblarni qo'rqinchli tushiga aylanayotgan Abduqodir Husanov Manchester City'ning asosiy himoyachilaridan biriga aylandi va fevral oyining eng yaxshi futbolchisi ham bo'ldi. Ayni paytda Italiya tomonlarida Roma jamoasiga muhim g'alabali gollarni olib kelayotgan Shoma Roma jamoasi sekin-asta asosiy tarkibga kirib bormoqda. Turkiyadagi legionerimizdan jarohat. Rize Sport jamoasida faoliyat olib borayotgan Husniddin Aliqulov kuni kecha chempionat doirasida yuz qismidan jarohat olgan. Klub shifokorlari uni holatini yaxshi emas deb baholashgan. Aliqulov o'rniga Nasaf jamoasidan G'olib G'aybullayev terma jamoa safiga jalb etildi. Rossiya chempionatida ham rasmiy o'yinlari boshlandi. Abbosbek Fayzullayev ham sekin-asta o'z formasini tiklab bormoqda. Abbosbek Fayzullayev so'nggi turda CSKA jamoasi safida ajoyib harakatlari bilan assist qayd etdi. Hozirda bizda mana shular eng tezkor va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston.